hozir ikkita akamiz shunaqangi tortishdi. Bitta Yandex akamiz endi ikki tomon ham parkovka bo'lgan, o'rtada bitta mashina o'tadigan yo'l bo'lganda, odam shu yerda tushirmoqchi bo'lgan. Keyin boyagi mashinadan odamni o'sha yerga tushirgan. Boyagi orqasida keladigan akamiz to'xtab, shu ikkalasi tortishib yotibdi-da. Boyagi to'xtagan odam, Yandex akamiz xo'p deb turibdi, boyagi ustiga chiqib minib yotibdi. Rasmga tushirib, mashinalar unaqa qilib yotibdi. Keyin shu yerda qarab turgan 3 tami akalarimiz, 4 tami akalarimiz shu yerda boyagi akamizga yon bosib yotibdi. Bu akamizni eshitgan yo'q. Chunki deganda boyagi akamiz o'sha vaziyatda magazinga kirdidan keyin 4 ta boyagidek suv olib chiqdi-da. Ana oddiy suv emas, boshqacha suv olib chiqdi. Nomini endi aytmayman. Shunaqangi boyagi akamiz tomonidan bo'ldi, boyagi 3 ta akamiz. To'g'risi, lekin o'sha vaziyatni ko'rib, to'g'risi hayron qoldim-da borku. To'g'ri, boyagi akamizda ayib ekan, lekin vaziyatni aytyapti. Boshqa yo'l yo'q edi, majbur edim o'sha yerga to'xtashga deyapti-da. To'g'risi hayron bo'lib qoldim o'sha vaziyatni ko'rib, to'g'risi. Yandex akamiz xo'p deb turibdi, ustiga chiqib minyapti boyagi akamiz ham. Nima bilmadim. Xulosani o'zlaringiz chiqarasizlar, uzoqlarga yozib qoldiring.